Salkam 50 sotiklik uyni sotamiz do'stlar. Bunaqa videoda anchadan beri ko'rmadingizlar. 50 sotiklik ferma sotayotgandik. Bugun endi 50 sotiklik uy sotamiz. 2 qavatli qilib solingan. Ko'rib turganingizdek, o'zi uchun ayamasdan hamma narsani ishlatishgan ekan. To'liq pishig'ishda, to'pli pol qilingan, 3 ta sanuzel, mehmonxona, xullas jon uchun kerak bo'ladigan hamma narsa bor. Bu yerda sharsharalar bor. Tashqarida naveslar bor, yana alohida xonalar bor. Xullas kirganingizda holda ham ko'rib turibsiz, juda ham katta qilib solingan ekan. Proyektini ham beramiz, bemalol kelib ko'rib olishingiz mumkin. Gaz, svet, suv bor yo'lda bo'yiga, juda ham yaqin holatda. Bilasiz, Qumbozor svetofordan kirganda Jalavedi ko'chasiga qarab yurganingizda Pirchatka zavodning orqasida deylar, yo'lga uzoq bo'lmagan joyda. Undan tashqari eng kulchovoy joyi do'stlar, 40 sotiklik noturarimiz bor. Maza qilib dacha qilasizmi, ishlab chiqarish qilasizmi yoki qanaqadir bir o'zingiz bilasiz, zo'r ideyalaringiz bor. Undan tashqari bizdagi bitta ideyani aytib ketay. Shu yerdan bitta yo'lak tashab turib, 10 ta kattej tashab yuborsangiz ham zo'r imkoniyatga egasiz do'stlar. Aloqaga chiqing, bunaqa joylarni kamdan kam topasiz. Telegramda lokatsiya va adminlar nomerini qoldiramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $300,000 baholaganmiz. Ozgina sunnatiga o'tib beradigan joy bor. Maksimal jo'natib qo'ying. Ali hoji aka boradi-yu, uy istab yurudi, lekin puli ko'pligini aytmayapti. Siz jo'natib qo'ying, bir kun unga ham manfaatli bo'ladi. Albatta aloqaga chiqing, katta joy so'rayotganlar juda ham ko'plab topiladi.